الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ey Allahqa, onun payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlardan kimki dinidan yenib olib mushrik, yahudi yoki xristian bo'lib ketadigan, ular Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh uzoqqa qolmay ularning o'rniga Allohni do'st tutadigan, Allohmi ularni do'st tutadigan, mu'minlarga shafqatlik, kofirlarga qattiq qo'l, Allohning dushmanlariga qarshi jihad qiladigan, bu yo'lda malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqib qolmaydigan bir qavmni maydonga keltirdi. Bu in'om Allohning fazli bo'lib, Alloh uni xohlagan bandasiga beradi. Allah fazli karami keng zotdir. U fazli karamga kimning tegishlik bo'ladiganligini obdan biladi.